Bilasizmi? Xo'p, mayli siz hali psixologiyaga yoki ayollarning dardiga kirmadingiz, mana shuncha og'riqlarni his qilyapsiz. И man psixolog, seksolog sifatida shunaqa gaplarni eshitaman ayollardan. Shunaqangi yerga urish, Voy, shunaqangi bizga ham keladi. izdivatsiyalarni eshitaman. Voy, ha? Otasi o'zi zo'rlagan qizi. Bu nima? Bu qanaqa ota? Eng qizig'i aytaymi nima? Xuddi shunaqa situatsiya kelgan menga. Otasi qizni zo'rlagan. Nima uchun? Ona ham biladi bu narsani. Menda ham Nima uchun? Onasi shunchaki ana erkakga yaxshi ko'rmasdan tegan, u bilan birga yotishni xohlamaydi. Eri kelib uni bezovta qilmasa, shu qizini qilib yuraversa mayli. Tushunyapsizmi qanchalik? Ana qizni ichida shunchalik alam, nafrat otaga, onaga, shunaqa ota-onani ham hurmat qilish kerakmi, rozi qilish kerakmi? Savol. Yana auditoriyaga savol. Shunaqa ota-onani hurmat qilish kerak, Kommentariyada rozi qilish fikrlarni kerakmi? yozib ketinglar. Hop, menga javob beringlar. Ilohlashtiradiganlar. O'zini qizini Jinoyatchilarni. ajrash yoqmayotgan bo'lsa, to'g'rimi? Вот bu joyda ajrash yechimda. Ajrash. Rost xohlamaysam, unaqa bolalarim yetim bo'lmasin deb bolalaringni yerga siktirib yashagandan ko'ra, просто ajrash kerak. To'g'rimi? Жизнь слишком коротка, чтобы пить дерьмовый кофе deydi-ku. Nahotki odamlar o'ylamaydi, biz bir marta kelamiz, shu chidab nimadir qilib ketishga. Mana men bunaqa deyman-da, har doim aytaman. Mana agar hozir erimni xudo ko'rsatmasin ishlariga bir narsa bo'lib uyda o'tirib pulsiz qolib ketsalar, men boqaman. Chunki men erimga shu darajada uverenman qanaqa insonligini. Meni qoldirib ketmaydilar.